Nasatchi o'zini uchida regirovka bo'laveradi mana shu holatda. Mana o'zim maqsad polvonni kartirini bitta obzor qilib berish edi. Ko'pchilik so'radi, mana shu apparat qanaqa ishlaydi deb. Hozir buni bitta kuchini ko'ramiz. Mashina kesaylik birinchi. Mana kuchiga ishonmaganlarga yaqinroq olib kelib. Karton. Bu uchun qalin bu. Haligi kartonda emas, yaqinroq kelsin ko'rinadi. Bundan keyin mana bunaqa narsalar bo'lsa ham bemalol ortiqcha nasatga ham даже bunga kerak emas-da. Bunga tosh, qum, loy farqi yo'q. Любой narsani yuvib urib ketaverasiz mana. Shu holatda napori ham rostdan ham zo'r, ishlatib ko'rgan odamga yoqishi aniq. Ko'rib turibsizlar, mashinaning holati qanaqa edi? Endi ko'rinyaptimi yo'qmi kamerada bilmayman. Mashitni ham bitta ko'raylik uka. Shu holatda bitta qo'yib olasiz. Xohlasangiz mashina qilib yuvasiz. Nasatchi o'zini uchida regirovka bo'laveradi mana shu holatda. Mana qanaqa vaziyatga moslab ishlatsangiz bo'ladi. Ishlataman degan. Mashinasini uyini qadriga yetgan odamlar bundan olsa arziydi. Xullas akalar, kuchini ko'rdinglar? Polvon o'z nomi bilan Nomer 1 brend.